Assalomu alaykum. Karavan korxonasi mijozlari. Bizga 2026 so'nggi modelda bo'lgan karavan brendi ostida ishlab chiqarilgan yangi fasonda, yangi modelda bo'lgan kelinchalarimizdan chiqyapti. Ko'rishlaring mumkin. Sizlarga birma-bir barcha risunkalarni obzor qilib beramiz. Agar bizni YouTube'da kuzatib turgan yangi qo'shilgan klientlarimiz bo'lishsa, bemalol Telegram kanalimizga ulanib, barcha risunkalarini, rasmlarini kirib ko'rishlaring mumkin. Bu kelinchaklarimiz ko'rishlaring mumkin, qovulgan bo'ladi. Kelin zapravkasi razmerlari kattagina, unisi tarafidan ham har taraflama bemalol pastgacha tushib turibdi. Ikkita nalochkasi bor, ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli, nejniy ishlangan, akkuratniy. Nalochkalarning atrofidagi pirpiralarini ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli hamda atirgul bezaklari bilan bezatilgan. O'rtalari shunaqa serdechkali, atirgullarini ham mana o'rtalariga shunaqa chiroyli jemchuglar qo'yilgan. Har bir detaliga alohida e'tibor berib o'tishlaring mumkin. Har bir mayda detallariga alohida e'tibor berilgan. Mana atrofidagi vishkalari ham juda ham akkuratniy hamda nejniy ishlangan. Ushbu mahsulotlarimiz juda ham chiroyli ko'rinishga ega, yangi fasonda karavan brendi ostida ishlab chiqarilgan. Karavan korxonasi xodimlari izlanishlari natijasida ushbu kelin zapravkalarimiz tayyor bo'ldi. Yana boshqa risunkalari ham bor. Sizlarga albatta ularni ham imkon qadar obzor qilib joylashga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, kelincha zapravkamizni narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Endi kelincha pokrivalimizni nalochkasini mana sizlarga ko'rsataman. Avvalgi kelinchaklarimizni bunaqa orqa taraflari shifon bo'lgan. Hozir mana ko'rib turganlaringdek xabi materiallardan qilinyapti. Kачестволari juda ham zo'r. Bemalol kir mashinalariga solib yuvib ishlatishlaring mumkin. Katushka bo'lmaydi, so'kilib ketmaydi, mazza qilib yillar davomida ishlatishadi. Ko'rib turganlaringdek ko'rinishlari ham juda ham необычный. Hali bunaqa fasonlarda bozorlarda, internet magazinlarda Xitoyga ham zakaz berib bunaqasini topolmaysizlar. Bunaqasi faqatgina birinchi bo'lib karavan korxonasida. Mana upakovkasini ham ko'rishlaring mumkin. Upakovkalari ham sarpobob, sovg'abob, bemalol qizlarimiz sarpolariga olib qo'yishlaring mumkin. Keyin buni materialini ko'rib turganlaringdek, mana bunisi tarafi mana u bezalarini tagi materiali hibi bo'ladi. Bozorlarda, boshqa magazinlarda, kelinchaklarda ko'rsalaring, tagidagi materiali silon bo'ladi. Yuvganlaringda sirtilib ketadigan materialdan. Bu materialimiz hibi bo'ladi, ham qovulgan bo'ladi, ham yopinib yotishga ham qulay. Mazza qilib kunduzi yasatib qo'yishadi, kechqurun ishlatishsa ham bo'laveradigan, mazza qilib ishlatadigan mahsulot. Bozorlardagidan shunisi bilan farq qiladi. Materiallari hibi, silonmas, yuvib ishlatishlaring mumkin. Karavan korxonasi mijozlari ushbu pokrivallarimizni, pokrival emas, kelin zapravkalarimizni yana boshqa risunkalari bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Qizlarimiz sarpolariga kelinchak qidirib yurgan opa-singillarimiz bemalol karavan korxonasi adminkalariga murojaat qilib zakaz berishlaring mumkin. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. 12 ta viloyat bo'ylab pochta, dostavka xizmatlarimiz bor. Bemalol uyda o'tirgan holda zakaz berishlaring mumkin. Keyin bizni ko'pchilik Rossiyadan turib kuzatishadi. Rossiyada turgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz qizlaringga, o'g'illaringga sarpo yig'moqchi bo'lsalaring, to'g'ridan-to'g'ri karavan korxonasiga murojaat qilishlaring mumkin. Ko'rpa, yostiq, pokrival barcha turdagi sarpo uchun kerakli mahsulotlarni karavan korxonasidan topishlaring mumkin. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. Endi kelin zapravkamizni narxlariga keladigan bo'lsak, kelin zapravkamiz narxlari 250 ming so'mdan chiqdi. Lekin biz karavan korxonasi klientlarini, mijozlarini o'ylagan holda, adminkalarimizni, optimchilarimizni o'ylagan holda mazza qilib foydalanib qolishlaring uchun sizlarga skidka emas, super skidka emas, atigi Ramazon oyi uchun sizlarga tuhfa qilib ushbu naborimizni sizlarga 210 ming so'm qilib belgiladik. Bemalol xarid qilib qolishlaring mumkin. Karavan korxonasida har doimgidek bomba narxlar. Arzon degani bu yomon degani emas, chunki karavan korxonasi birinchi qo'l. Har bir mahsulotlar yangi qo'shilgan klientlarimiz o'ylashadi, nimaga arzonikin, brakmikin, to'xtamikin deb o'ylashadi. Yangi qo'shilgan mijozlarimiz uchun karavan korxonasida ushbu mahsulotlar birinchi qo'l bo'lib ishlab chiqarilgani sababli narxlari juda ham bomba, optim narxlarda. Lekin biz adminkalarimizni o'ylagan holda donaga ham optim narxlarda qilib beramiz. Mazza qilib olib, sotib, foydalanib qolishlari uchun karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan. Bemalol zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab pochta, dostavka xizmatlarimiz bor. Xohlasalaring do'konimizga kelib, ko'rib xarid qilib olishlaring ham mumkin. Ushbu yangi chiqqan fasondagi kelinchagimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringni yozib qoldirishlaring mumkin. Videoni opa-singillaringga, qarindosh-urug'laringga, qo'ni-qo'shnilaringga, yaqinda to'yib bo'lish arafasida turgan qizlarimizga yuborib qo'yishlaring mumkin. Karavan korxonasi sizlar uchun har doim xalq xizmatida.